Biz Mekke'nin kattıbaşları turib Abdulmuttalibning yetimiga elib kelgan dinga e'tiqod qilamdik. Ota-bobolarimizning dinini tashlandik. Biz degan undaq odam tursak, biz degan bundaq farqli odam tursak deb cho'ngchilik qilganligi sababli qachoniki o'zini shuningga haqliq, men degan mushundaq odam, men degan farqli inson, men degan bundaq o'ylarda o'tirishim kerak, sen degan palonning bolasi bundaq kiyim kiyishing kerak deb o'zini farqli sanagan vaqtda mohiyatda cho'ngchilik qilgan, cho'ngchilik qilib tavba qilmagan, cho'ngchilik qilib afv so'ramagan, cho'ngchilik qilib o'zining xatoligidan yanmagan, cho'ngchilik qilib ilm o'rganmagan, ya'ni butun haqiqatlardan mahrum qolgan kishilarga bir shaxsning axloqi, uningdagi illatlarning tuzilishi, uning oilasiga, farzandiga ta'sir ko'rsatadi. Bir oilaning yaxshi bo'lishi, illatdan xoli, axloqli bo'lishi jamiyatga ta'sir ko'rsatadi. Bir jamiyatning yaxshi bo'lishi millatga ta'sir ko'rsatadi. Bu sababdan bir millatning islohoti va o'zgarishi shaxsdan boshlanadi. Bu sababdan Alloh taolo Qur'on Karimda innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh taolo bir millatni, bir qavmni ular o'zlaridagi nafslaridagi narsalarni o'zgartmagichilik, ularni isloh qilmaydi, ularni o'zgartmaydi deydi. Demak, biz Allohning nusratiga erishaylik. Ma xalqimiz isloh bo'lsin, o'zgarsin, illatdan xoli bo'lsin, axloqi yaxshi bo'lsin deydi ekanmiz. Buni biz eng avval o'zimizdan boshlashimiz kerak. Biz bugun o'zimizdagi eng yomon illat bo'lgan va shundaqla Allohning huzurida tunji qatim ishlangan eng qabih gunoh bo'lgan cho'ngchilik haqida to'xtalamiz. Bilganimizdek, cho'ngchilik Allohning huzurida shayton tarafidan tunji qatim ishlangan gunoh. Cho'ngchilik qarmoqqa kichik, oddiy, shaxsiy illatdek ko'rinsimi, lekin buning ta'siri intayin ig'ir. Chunki cho'ngchilik shaxsiy jihatda insonning iymonini zidlaydi. Ig'ir bo'lgan vaqtda iymondan chiqarib tashlaydi. Shundaqla ruhiy jihatda insonni tushkunlikka mubtalo qiladi, ochiq yomon qilib qo'yadi. Ijtimoiy jihatda bo'lsa insonni yolg'iz qo'yadi. Chunki hakavr odamdan inson qochadi. O'zini farqliq va cho'ngchig'liqlik sababli haqiqatni qabul qilmaydigan, haqiqatdan yuz o'raydigan hol keltirib qo'yadi. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning davridagi Abu Jahil, Abu Lahab va undan boshqa Makkaning mushriklarining cho'nglarining iymon etmasligiga sabab bo'lgan narsa nima deganda, ulardagi cho'ngchilik. Biz Makkaning kattıbaşlari turib Abdulmuttalibning yetimiga elib kelgan dinga e'tiqod qilamdik. Ota-bobolarimizning dinini tashlandik. Biz degan undaq odam tursak, biz degan bundaq farqli odam tursak deb cho'ngchilik qilganligi sababli ana shunda imonsiz holatga ketgan. Shaytonning kofir bo'lib ketishi, Allohning huzurini qo'g'lashining sababi dal uningdagi cho'ngchilik. Ko'pinchimiz cho'ngchilikning yomon ish ekanligi, uning bizning iymonimizni zidlaydiganligi, hatto jannat kirishimizni to'sib qo'yganligini bilamiz. Ammo ko'pinchimiz cho'ngchilikning nima ekanligini bilmaymiz. Hatto o'zimizda cho'ngchilik tursimi, menda cho'ngchilik yo'q deb qaraymiz. Mana bu sababdan Alloh taolo cho'ngchilikning sifatlarini Qur'on Karimda amaliy shaklda tasvirlab bergan. Shuning uchun biz cho'ngchilikning xatirini so'zlashdan ilgari old bilan cho'ngchilik degan nima, cho'ngchilikning alomati qaysi ishlar bizda bo'lsa cho'ngchilik bo'lgan bo'ladi, buni bilishimiz kerak. Alloh taolo Qur'on Karimda cho'ngchilikni izohlab bergan. Alloh taolo shaytonning tili orqali ana xayrun minhu deydi. Men uningdan yaxshi deydi. Demak, bir odamning o'zini boshqalardan yaxshi deb qarashi va yoki bir odamning o'zini boshqalardan farqli qarashi bu cho'ngchilikning o'zidir. Chunki shayton iblis faqat va faqat o'zini odamdan farqli deb qaradi. Odam tuproqdan yaratildi, men bo'lsam o'tdan yaratildim, men farqli deb qaradi. Demak, bizda har qanday bir jihatda men boshqalardan bir farqli inson deydigan tuyg'u bo'lib qolsa, darhol Allohga tavba qilishimiz kerak. Bu cho'ngchilikning eng cho'ng alomati. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala zarratin min kibr. Qalbida zarrachilikka cho'ng emas, zarrachilik kibr bor odam jannat kirmaydi deydi. Shuning uchun o'zimizni boshqalardan farqli ko'rsatadigan har qanday ishni saqlashimiz kerak. O'zimizni boshqalardan farqli ko'rsatish uchun qilgan ishlar to'g'ri, mubah bo'lgan ishlar bo'lgan taqdirdami, u harom bo'ladi va shundaqla u cho'ngchilik qatoriga kiradi. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilayhi yawmal qiyamah. Qanday bir odam ishtinni so'rab kiydi ekan, cho'ngchilik qilib, Alloh taolo uningga qiyomat kuni qaramaydi deydi. Hazrat Abu Bakr: "Ey Rasululloh, mening ishtimni shunda asta-ozroq sangilab qoladi" degan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom innaka lasta tasna'u khuyala. Sen onu cho'ngchilik qilib qilmaysan emasmi degan. Demak, bir odamning ishining asli uzun bo'lib qolishi bu gunoh emas, ammo cho'ngchilik bo'lgan vaqtida boshqalardan o'zini farqli ko'rsatish va shundaqla o'zini boshqalardan cho'ng ko'rsatishni maqsad qilgan vaqtida bu cho'ngchilik qatoriga kiradi. Bu vaqtda ishdan uzun kiyish, kiyimni so'rab kiyish harom bo'ladi. Demak, qilganimiz asli mubah ish bo'lsa-mu, lekin uningga cho'ngchilik qilish, farqli ko'rsatish va yoki shuhrat olishib qolsa, u mubah ishmi haromga aylanadi. Masalan, qarab qilgan bo'lsak, jamiyatimizda har xil tabiqalar bor. Boy tabiqasi bor, o'rta xil tabiqa bor, nomrodlar tabiqasi bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning davrida shundaq edi. Bir odamning yuqori tabiqada yashashi, isil o'ylarda o'ltirishi, isil mashinalarni haydishi bu cho'ngchilikmi? Agar o'zini boshqalardan farqli ko'rsatish uchun bo'lsa, cho'ngchilik. Agar unda emas, bu Allohning ne'mati ekan, zakotimni berdim, sadiq qildim, bundan foydalanay deb o'zini boshqalardan farqli ko'rmay, undan foydalansa, shundaqla jamiyatning tabiqasini yuqori tabiqasi yassa, bu hech qanday bir xato ish emas. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan va na'luhu hasana. Bir odamning kiyimining go'zal bo'lishini yaxshi ko'rishi, oyog'ininki, ya'ni kiyim-kechak va undan boshqa har qanday bir narsaning go'zal bo'lishi, yaxshi bo'lishini yaxshi ko'rishi, bu cho'ngchilik qatoriga kiramdi deb so'raldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom innalloha jamilun yuhibbul jamal. Alloh taolo bu chiroyliqni yaxshi ko'radi, go'zallikni yaxshi
ko'radi dedi. Demak, bir odamning go'zallikka bo'lgan intilishi va yoki yaxshi, isil o'ylarda o'tirishi bu cho'ngchilik emas. Ammo qachoniki o'zini shuningga haqliq, men degan mushundaq odam, men degan farqli inson, men degan bundaq o'ylarda o'tirishim kerak, sen degan planning bolasi bundaq kiyim kiyishing kerak deb o'zini farqli sanagan vaqtda bu vaqt kibr bo'ladi, bu vaqt qilgan ishimiz gunoh bo'ladi. Va shundaqla Alloh taolo sizga ne'mat berib, jamiyaning yuqori va yoki o'tir tabiqasida yashatgan bo'lsa, siz o ne'matlarga ishonib, tuvandikilarni tuvan ko'rsangiz, u tuvandikilar to'y qilsa to'yga bormasangiz, ularni kichik ko'rsangiz, ulardan to'g'ri gapdan birisi qilinsa, uni qabul qilmasangiz, chunki ularni tuvan deb qarasangiz, bu vaqt sizda kibr bo'lgan bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom kibrni tushuntirib, batarul haq va ghamtun nas, haqiqatni qabul qilmaslik va kishilarni ko'zga ilmaslik dedi. Demak, haqiqatni inson nima uchun ko'zga ilmaydi? O'zini farqli sanaganlik uchun. U haqiqatni so'zlagan odamni kichik, o'zidan tuvan deb qaraganlik uchun qabul qilmaydi. Demak, haqiqatni so'zlaguchi kim bo'lsin, tabiqasi qandaq bo'lsin, boy bo'lsin, namrat bo'lsin, uni qabul qilgan vaqtimizda, o'zimizning o'rniga qarab kishilarni tuvan ko'rmagan vaqtimizda, andan keyin bizda kibr bo'lmagan bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri gap kim tarafidan deyilsin, uni qabul qiladigan mushundaq iddiaga hozir bo'lishimiz kerak. Ko'pincha hollarda erlar ayoli bir to'g'ri gap qilsa, u ayoli bo'lganlik uchun uni qabul qilib qolsam, o'rnim tushib ketmasin deb uni qabul qilmaydi. Hatto ochchiqlishi mumkin. Mana bu kibrning o'zi. Va shundaqla ba'zi dadalar bolalari bir to'g'ri gap qilsa, balamning oldida satdimisin deb bolasini qiqib etadigan yoki uni qabul qilmaydigan ish bor. Bu kibrning o'zi. Chunki siz bu vaqtda ayolingizni, bolangizni ko'zga ilmagan, ularni o'zingizni tuvan deb qaragan, o'zingizni farqli deb qaragan. Bu sababdan siz ulardan kelgan to'g'ri gapni qabul qilmaysiz. Aminiyatda bu kibrning dal o'zi. Hazrat Umarga bir qarab boqaylik. Hazrat Umar kishilarning orasida ayollarning to'yligiga o'lcham bekitimiz dedi. Bir ayol turib, "Ey Umar, Alloh o'lcham bekitmagan narsaga sen bekitamsa" degan vaqtida kishilarning oldida bu ayolning gapini qabul qilsam sattura, mening o'rnim tushib ketadi deb o'ylamasdan, "Ashabat imro'a va Umaru axta." Ayol to'g'ri dedi, Umar xatolashdi deb o'zining xatoligini darhol qabul qildi. Mana bu kamtarlik, mana bu kibrning faqat yo'qligining bir alomati. Shundaqla bugun kunimizdagi cho'ngchilikning yana bir turi bo'lsa, boy kishilar to'y qilsa, uning to'yiga boradigan, namrat bir o'quvchining birisi to'y qilsa, uning to'yi bo'sh qoladigan mushundaq bir holat bor. Bu amaliyotda cho'ngchilikning yana bir ko'rinishi. Va shundaqla to'y qilgan zal oliy bo'lsa boradigan, oddiy bo'lsa bormaydigan bu ahvolmi mavjud. Bumi cho'ngchilikning yana bir turi. Shunga asla bu xil shaklda cho'ngchilikka tushib, o'zimizning jannatdan mahrum qolmaylik. Bugun kunimizdagi ahli ilm ustozlardagi cho'ngchilikning bir turi bo'lsa, kishilarni o'zlariga chuqur hurmat qilish kerak deb qarab olish. Bu o'zini men farqliq deganning bir alomati. Biz o'zimizni farqliq deb qarab olgandan keyin kishilar menga hurmat qilish kerak, kishilar menga yaxshilik qilish kerak, men kishilarning oldiga berishim kerak emas, kishilar mening oldimga kelish kerak deb qarab olamiz. Kim oldiga kelish kerak bo'lsa kelsa bo'laveradi. Birisi-birimizga hammamiz hurmat qilsak bo'laveradi. Ahli ilmni hurmat qilsa bo'laveradi. Ahli ilmni yaxshilik qilsa bo'laveradi. Hurmat o'zaro birisi-birisiga bo'ladi. Chuqum bizga ham yaxshilik qilish kerak, bizga ham hurmat qilish kerak deydigan bir gap yo'q. Agar ahli ilm va o'quvchilarning qalbiga biz ahli ilm bo'lganlik uchun boshqalar bizga hurmat qilish kerak deydigan bir narsa kirib qolsa, darhol Allohga tavba qilish kerak va shundaqla bu kibrni qalbini yuvib chiqarish kerak. Chunki bu xil kibr har xil shaklda ifodalanib, oramizga ziddiyat teriydi. U menga salom qilish kerak, men uniga baldur salom qilamdim, men uning qishiga boramdim deb amaliyotda bu ana xayrun minhu, men uningdan yaxshi deganning o'xshamagan bir shakli. Allohning oldida har birimiz o'xshash, faqat qalbimizga o taqvolik bilan farqli bo'lamiz. Shuning uchun muomalamizda mayli kim bo'lsin, har birimiz o'zimizni o'xshash tutishimiz kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hayotida qarab qolgan bo'lsak, Iroqdan kelganlar payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning sahobalarining orasida farq etmaydi. Ya'ni o'ltirishda olsun o'xshash barobar o'ltiradi. Shuning uchun bu nuqtada har birimiz qattiq diqqat qilishimiz kerak. Chunki ahli ilmga kibr kirib qolsa, u bir shaytonga aylanib qoladi. Alloh saqlasin. Va shundaqla ahli ilmlardagi cho'ngchilikning yana bir ko'rinishi o'qigan kitoblarni pash qilish, diplomlarni pash qilish, men undaq o'qigan, men mundaq diplom olgan deyish bu bir haqoratning bir alomati. Bundan qattiq saqlanishimiz kerak. Asla shaytonning o'yiniga dasmasligimiz kerak. Qanchalik o'qiylik, qanchalik diplom olaylik, u bizni kibrlikdan iborat bu kasaldan saqlayanmasa, yaxshilikqa boshlayanmasa, o'zimizni kamtar tutishga boshlayanmasa, uning nima ahamiyati bor? Shuning uchun bu nuqtaga har birimiz diqqat qilishimiz kerak. Qalbimizga kibrdan iborat bu kasaldan kirib qolishidan qattiq saqlashimiz kerak. Undan boshqa bugun kunimizdagi boylardagi takabburlikning alomati bo'lsa, topgan pul bilan men topdim deb faxrlanish bu bir cho'ngchilikning bir alomati. Amaliyotda inson sabab qiladi, Alloh taolo berdi. Men topdim deganlik, men kuchlik, men cho'ng deganlik. Shuning uchun bu narsada boylarimiz qattiq diqqat qilish kerak. Har bir rizqni Alloh berdi. Siz tirishchilik qildingiz, Alloh berdi. Shunga alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin deb berilgan ne'matimizni mayli ilm bo'lsin, mayli rizq bo'lsin, mayli pul bo'lsin, uni Alloh qilam yo'lab turishimiz kerak. Va shundaqla bir olimninki Alloh bergan ilmni pesh qilib turib, jahil insonlarni, nadan insonlarni, ilmga musharraf bo'lmagan insonlarni ko'zga ilmaslikqa bir kibr bo'lganda, Alloh taolo rizq bergan, pul bergan insonlarningki, boy insonlarningki, kambag'al insonlarning ko'zga ilmasligi, ularni haqorat qilishi va ularni tuan tabiqa deb ular chaqirgan to'yga bormasligi va har qanday bir shaklda ularni ko'zga ilmasligi mana bu kibrning o'zi. Shuning uchun bu nuqtada har birimiz diqqat qilishimiz kerak. Ayollarning orasiga cho'ngchilik
cho'nchilikning alomati bo'lsa, go'zalliklarini pash qilish. Mayli u go'zallik o'zdiki bo'lsin, uy tutishidiki bo'lsin, har qanday go'zallikni pash qilish, ko'z qilish mana bu ulardagi cho'nchilikning bir alomati. Bir ayol kishi go'zallikni yaxshi ko'radi, go'zal bo'lsa bo'ladi yo'ldoshiga. Uyni go'zal tutsa bo'ladi, lekin bu go'zallikni boshqa bir do'stiga ko'rsatish uchun faloni hojim mundaq tutibdi, biz bundaq qilsak bo'lmaydi deb baslashish, raqobatlash nuqtadan qilsa, bu vaqtda kibrdan iborat, cho'nchilikdan iborat bu illatga tushib qolgan bo'ladi. Shuning uchun ayol xonimlarimiz bu haqda qattiq diqqat qilish kerak. Undan boshqalar biz gap qilgan vaqtida biz boshqa qarab turaverishimiz yoki telefon qarab turaverishimizmi cho'nchilikning bir alomati. Mayli bizga ayolimiz gap qilsin, mayli bolalarimiz gap qilsin, ularning chiroyi qarab gapni tinglamaslik, quloqam tingshaydi deb qilib telefon qarab ishimizni qilaverish bu bir cho'nchilikning alomati. Buni Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilgan. Va la tusa'ir khaddaka lin-nas. Kishilar sana gap qilgan vaqtida mansibmaslik yuzdan ularning yuzini o'rmagin. Ya'ni ularning chiroyi qaramay turmagin, ularning chiroyi qarg'in. Va la tamshi fil ardi maraha. Zaminda g'adiyib ma'magin. Maydonni karib ma'magin. Isil mashinalarining burallarini chiqarib, kambag'allarni buxundiqda qo'yib, bu xil shaklda ma'magin. Innalloha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Alloh taolo o'zini cho'ng tutadigan hakavlarni asla yaxshi ko'rmaydi deydi. Undan boshqa o'rinsiz och chiqinishmi bu bir cho'nchilikning alomati. Ya'ni men degan cho'ng tutsam, nima uchun mening degan gapim bo'lmaydi? Nima uchun men degan ish vaqtida bo'lmaydi deb uning qarta chekishmi insonning qalbidagi cho'nchilikning bir alomati. Inson o'zini men cho'ng, men farqli degan vaqtida, tamoq vaqtida kelmasa, uy vaqtida pokizlanmasa, kiyim vaqtida tayyor bo'lmasa, uning qarta g'azablanadi. Uni qabul qilolmaydi. Har qanday bir bo'lumsiz ishlarni qabul qilolmaydi. Mana bu qalbimizga cho'nchilikning yana bir alomati. Undan boshqa dunyo mening atrofimda o'yinish kerak deb qarab oldigan bu xil ideyami insonning qalbidagi cho'nchilikning bir alomati. Ya'ni dunyo mening manfaatimga o'yinish kerak, hamma odam menga yaxshilik qilish kerak deb butun kishilarni o'ziga qarzdordek his qilish bu qalbdagi cho'nchilikning yana bir alomati. Chunki dunyoda hech kim qarzdor emas. Har bir odam birisi-biriga yaxshilik qilish kerak, ammo hech kim qarzdor emas. Har bir odam dunyoda mustaqil yashaydi, hammasi o'zi tirishadi. Yaxshilik qilsa fazilat, yaxshilik qilmasa undan xafa bo'lish, og'rinish hech qanday bir haqqimiz yo'q. Shunga esimizda bo'lsin, bu kibr qalb kasalliklari ichidagi eng xatarligi va eng maxfisi. Mana shundaq biz yuqorida sizlab o'tgandek har xil shaklda ifodalanadi. Men cho'ng deb ham turmaydi, ammo har xil shaklda muomilada, minishda, gap so'zda, butun funksiyalarda shundaq farq etadi. Shuning uchun har birimiz o'zimizning gap so'ziga, ideyalarga, ko'z qarashlarimizga, funksiyamizga, har bir yurishtirishimizga diqqat qilib, kibrga tushib qolishdan qattiq saqlanishimiz kerak. Chunki kibr bizni jannatdan to'sib qo'yadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala zarratin min kibr. Qalbida zarrachilik kibr odam jannat kirmaydi dedi. Shundaqla hadisda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan naql qilinib, jahannam uthirtul mutakabbirin. Men mutakabbirlar uchun xos qilindim, mutakabbirlar uchun yaratildim deydi. Demak, jahannam mutakabbirlar uchun yaratilgan. Undan boshqa hayot dunyoda mutakabbir inson haqiqatni tushunishdan mahrum qoladi. Chunki o'zini cho'ngchi deb qarab olgan bo'lg'achqa, haqiqat doim o'zining ustun odamdan kelmaydi. Ko'p hollarda o'zining tuvan odamdan yoki tang tushdan keladi. Mana bu sababdan mutakabbir odam o'zini farqli ko'rgachga, u tuvan odamlardagi haqiqat bo'lishi mumkinmi deb haqiqatdan mahrum qoladi. Va shundaqla cho'ngchi odam ilmsiz qoladi. Chunki cho'ngchi odam so'rashni ayib biladi. Bir narsa o'rganishni o'zini ojizlab qolgandek, o'zi tushib ketgandek his qilib qoladi. Bu sababdan cho'ngchi odam bilimsiz qoladi. Undan boshqa cho'ngchi odam ijtimoiy jihatda yolg'iz qoladi. Hamkorlash kuch topolmaydi. Chunki boshqalarning ko'ziga ilmagandan keyin uning qishida boshqalar turmaydi. Undan boshqa cho'ngchilik, haqoratlik insonni ruhiy tushkunlikka mubtalo qiladi. Chunki cho'ngchi odam yuqorida o'tganda kishilar menga yaxshilik qilish kerak, dunyo mening atrofimda cho'gilish kerak deb qaragandan keyin, reallik unda bo'lmagandan keyin tushkunlikka mubtalo bo'ladi. Shundaqla cho'ngchi odamning qalbida o'zini tuvan ko'rish xarakteri bo'ladi. Cho'ngchi odam o'zini tuvan ko'rgan bo'lg'achqa, bu o'zini tuvan ko'rishdan iborat bu psixikasini ko'tarish uchun cho'ngchilik qiladi. Amaliyotda ko'tarilamdi, texmi tushib ketadi. Chunki kutganlarga erisholmaydi. Bu sababli texmi o'zini tushirib soladi. Mutakabbir kishi xuddi o'lja izlamagan itdek kishilardan yaxshilik, butunlay hurmat kutiblanmag'adi. Agar u hurmatni topolmasa, texmi mutakabbirlik qiladi. Vaholanki o'zini ko'tarishning yo'li kamtarlik edi. Albatta men ko'tarilay deb kamtarlik emas, uni bir ibodat deb qilgan vaqtida, kamtar bo'lgan vaqtida, yo'qni badek ko'rsatmagan vaqtida, lekin Alloh taolo uni aziz qiladi, ko'taradi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom man tawada'a lillah rafa'ahulloh. Qanday bir odam kamtar bo'ladi ekan, yo'qni badek ko'rsatmaydi ekan, o'zini boshqalar bilan barobar ko'radi ekan, Alloh taolo uni ko'taradi deydi. Eng xatarligi bu kibr va takabburlik insonni tavba qilishni to'sadi. Chunki cho'ngchi odam o'zini xatolashmaydi deb qaragandan keyin Allohga tavba qilmaydi, xatosini tunimaydi, boshqalardan kechirim so'maydi, asla boshqalardan kechirim so'maydi. Hatto o'zi xatolasimi, u xatoligini boshqalarga atish orqali o'zining xatolashmaganligini isbotlamoqchi bo'ladi. Amaliyotda bu cho'ngchilik, haqoratlik, narslikniki bir turi. Ya'ni nars odamda cho'ngchilik bo'ladi. Shuning uchun bu illatni qutlashimiz kerak. Chunki bu bizning o'rnimizda jahannam qilib qo'yadigan bir illat. Va shundaqla hayotda oilamizni, dunyodagi jahannam qilib qo'ydi. Ijtimoiy munosabatda bizni yolg'iz qilib qo'ydi. Ruhiy jihatda
esa bizni tushkunlikka mubtalo qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda qiyomat kuni mutakabbir insonlar dunyoda cho'ngchilik qilganlik uchun, o'zi farqli ko'rganlik uchun zarrachilardek hashr qilinadi. Kishilar ularning ustidan dasab mangadi deydi. Alloh taolo Qur'on Karimda mohiyatda cho'ngchilik qilgan, cho'ngchilik qilib tavba qilmagan, cho'ngchilik qilib afv so'ramagan, cho'ngchilik qilib o'zining xatoligidan yanmagan, cho'ngchilik qilib ilm o'rganmagan, ya'ni butun haqiqatlardan mahrum qolgan kishilarga qiladkhulu abvaba jahannama xolidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Jahannamning darvosidan kiringlar, u yerda sizlar mangu qolasizlar. Bu jahannam mutakabbirlarning nima degan yomon joyi deydi. Shuning uchun har vaqt o'zimizni tekshirib turib, o'zimizda yuqoriga har qanday bir alomat ko'rib qolsa, Allohga tavba qilib qalbimizni pokiz tutishimiz, kamtar bo'lishimiz kerak. Shundaqla qalbimizni kibrini yo'qotish uchun birinchi qilib Allohga bo'lgan tunishimizni cho'nqurashtirishimiz kerak. Butun cho'nliqniki faqat va faqat Allohga oid ekanligi. Bir odamning kibrli qilganligi, cho'nchilik qilganligi Allohga oid bo'lgan, Allohning tuni bo'lgan bu cho'nchilikni Allohdan talashqanlik ekanligini bilishimiz kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Alloh taoladan naql qilgan hadis qudusida Alloh taolo bunday deydi: "Al-kibriya ridai." Cho'ngchilik mening to'nim. Faman nazani. Qandaq bir odam u cho'ngchilikdan iborat, ya'ni haqiqiy cho'ng bo'lishga tegishlikdan iborat. Mana shunday cho'ngchilikni mendan talashadi ekan, qazaftuhu fin-nar. Men uni do'zaxga tashlayman deydi. Demek cho'ngchilik bu insonlik haddimizni oshganlik. Biz qanchalik cho'ng, biz o'zimizning nafsiga ega bo'lanmaymiz. Biz o'zimizning yurkisining so'qishiga ega bo'lanmaymiz. Biz dunyoga o'zimiz xolab kelmaymiz, xolab ketanmaymiz. Biz hech narsaga ega emas. Biz butun Allohning rahmati, fazli, rizq berishidan mangamiz. Unda bo'lgan ekan nimamizga cho'ngchilik qilamiz? Alloh taolo falyanzurul insanu mimma xuliq. Ma cho'ngchilik qilgan insonlar nimadan yaratilganligini qarab baqsin deydi. Biz bir suddan yaratildik. Endi Alloh subhanahu va taolo bizni parvish qilib, cho'ng qilsa, aql bersa, fikr bersa, cho'ngchilik qilsa, bu insonligimizning oshganligi. Odamligimizni yo'qotganlik. Shuning uchun cho'ngchilikdan qutulish uchun ikkinchi qilib o'zimizning ojizligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Har vaqt ushdan tut yuragimizning so'qishini to'xtab qoldiganligi va yoki putimizning har vaqt basmasligi, har vaqt ko'zimizning ko'maydigan bo'lib qolish ehtimolligi bor ekanligi, butun a'zolarimizniki Allohning mulki ekanligini va shundaqla Alloh taolo bizga bergan, bizni cho'ngchilik qilib qo'ygan u ilmni Allohning bergan ekanligi, bizni cho'ng chiqib qo'ygan u rizqni, u mol dunyoni Allohning bergan ekanligi, har vaqt xolis ilib olganligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Alloh taolo hammamizni bu shaytonning axloqi bo'lgan cho'ngchilikdan iborat, o'zining haddini bilmaslik, o'zini boshqalardan farqli ko'rishdan iborat bu illatni qutuldursin.